Diqqat! O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. O'zbekistonda ertaga hafta boshidan boshlab qator hududlarda qor yog'ishi kutilmoqda. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet fuqarolarga 15 dekabr kuni uchun ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatida kechasi va ertalab ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarga qorga aylanishi mumkin. Tuman tushadi. Harorat kechasi va kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Havo o'zgarib turadi. Kechasi va ertalab ayrim joylarga yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning birinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda esa qorga aylanishi mumkin. Tuman tushadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Toshkent va Namangan viloyatining tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan. Harorat kechasi va kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi xabarda.